Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhterem Müslüman kıyrandaşlarımız, bulup mu Müslüman yaşlarımız, biz cemiyetimizni, bizga tava xalqimizni, oilamizni ve özümüzni hammamiz birlikda isloh qilamiz. Yangi bo'lgan go'zal bir jamiyat, kelgusi parlaq qalbiga ega natijalik bir jamiyat barpo qilamiz deydigan bo'lsak, bo'libmi kelgusi ozodlik g'oyamizga, Sharq Turkistonning mustaqilligiga erishimiz deydigan bo'lsak, biz chuqum bizningki qilayotgan xizmatimizning Allah subhanahu va taolo oldida qanchalik qimmatlik va qanchalik e'tiborga ega muhim xizmat ekanligini bilishimiz lozim. O vaqtda biz har bir qilgan ishimizda ishonch bilan qila olamiz. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah, bismillah. Ve men ahsanu qawlan mimmen da'a ilallah ve amila salihan ve qala innani minel muslimin dedi. Sure Fussilet 33. ayet. Allah subhanahu va taoloning diniga, Allah subhanahu va taologa cho'qinishga, Allah subhanahu va taolo tushirgan islom din ahkomlari bilan huquq va jamiyatlarini shu huquq bilan isloh qilishga, ega bo'lishga da'vat qiladigan kishilardan go'zal so'z qiladigan kishilar bormi? Mana bu shunday kishilardan so'zi yaxshi bo'lgan kishilar bormi dedi Alloh taolo. Yana ikkinchi bir bizningki Allah subhanahu va taologa nisbatan ustimizdagi mas'uliyatimizni tunishda eng muhim sifatimizni bizga bayon qildi. Va amila solihan. O'zi chaqirgan haqqa, o'zi chaqirgan ahkomlarga, o'zi chaqirgan barliq mas'uliyatlarga avvalan o'zi amal qiladigan. Amal qilishda solih qiladiganki, ya'ni qilgan ishi xolis riyogarlikdan xoli bo'ladigan, ham qilgan niyati, maqsadi va barliq harakati shariatga uyg'un bo'ladigan, qonunliq shar'iy ahkom bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotiga uyg'un qiladigan, ishni qiladigan mana shunday kishilarning so'zidan, mana shunday kishilarning tashviqoti, islohoti, tirishchanligidan yaxshi so'z, yaxshi ish bormi deydi Alloh taolo. Va o'zini innani minal muslimin, men Allah subhanahu va taologa taslim bo'lguchi, qilgan har bir ishimni Allah subhanahu va taoloning rizoligi uchun qilguchi, Allohga chaqiradigan, islomga chaqiradigan musulmonlar qatori turib chaqirguchi bo'laman deb uchinchi bir ishni bizga alohida ogohlantirdi. O bo'lsa-mu, biz qiladigan har bir xizmatimizda o'zimizni cho'ng qilishga, o'rnimizni cho'ng qilishga, huquqimizni cho'ng qilishga emas, avvalan bizga topshirgan islomni, bizga topshirgan haq huquqimizni, mas'uliyatimizni yuqori ko'tarish, shuni kelgusi avlodga sog'lom yo'l bilan topshirishdan iborat bo'lgan haq va islomga chaqirishga bizni buyurdi qilmasimiz. Undaq bo'lgan ekan, biz chaqirgan islom bir haq. Bizning shu haq bo'lgan chaqiriqimiz, biz isloh qilmoqchi bo'lgan mush xalqningki haq islom bilan tarbiyalanishi bir haq. Mushu haqlarimizning maydonga kelish uchun biz chuqum haq yo'lidagi har bir tirishchanligimizda haqqa atrofimizdagilarni chaqirishimiz, haq bilan isloh qilishimiz va shundaqla qilgan tirishchanligimizningki oxirgi natijasini Allohga taslim bo'lganlar qatorida bo'lg'achqa, Allah qiyomat kunisi bizga ajr beradigan jannatda ko'rish uchun qilishimiz kerak. Ham shundaqla musulmonlar bilan ular ko'rgan rohatda, ular kelgan, ularning ustida, ularga kelgan barliq jafoda ular bilan birga bo'lishimiz kerak qilishimiz. Ularningki barliq ham andishi, qayg'ulari ham har bir jafo mushaqqatlarni his qilishimiz kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo biz shu yosh islohotchilar va har bir jamiyatni isloh qilmoqchi bo'lgan barliq kishilarningki ustiga
o'zini musulmonlar qatoridan chiqarib atmaslikqa, musulmonlar qatori turib xizmat qilishga, ular bilan birlikda g'oya nishonga yetishga, ularni o'zi maqsad qilgan yaxshilikka yetkazishda ular bilan hamkorlashib, ularning qalbini, fikrini, hayotini, ularningki har bir xizmatlardagi qildigan kurashlarini yaxshilik yetaklashga Alloh alayda buyurib, men musulmonlar bilan birlikda xizmat qilaman. Mana shunday musulmonlar bilan birlikda xizmat qilish Alloh subhanahu va taologa qilgan da'vatdagi eng yaxshi amal deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizning xizmatimizni birlikda xizmat qilishga alohida chaqirdi qardoshimiz. Hozirgi bizda bo'layotgan eng kriz qaysi desa, biz xizmatlarni musulmonlarni birlikda chaqiradigan, birlikda islohot qiladigan amaliyotga yetaklamay, o'zimiz ma'lum bir yaga, ma'lum bir joyga, ma'lum bir fikrga, ma'lum bir liqi tar bo'lgan doiralik nazariya yoki plan ishiga kirib atlam, mushuni hamma musulmonlik qilish tegishkida, hamma musulmonlik qilsa bo'ladi deb musulmonlarning hozir turayotgan ahvoli, jamiyati, siyosiy tarafdan bo'lgan talabi, ularningki g'am andishida, ish pishiqlari, dardlari, qo'ldan kelgan qobiliyat, iqtidorlari, ularning ahvolini turib boqmay turib, o'zimiz oldin ayrim bo'lib olamiz. Ondan biz qilmoqchi bo'lgan Qur'on hadis ro'yi bo'yicha ular uchun baxtli bo'lgan yaxshiliklarni ulug' biz yetkazib, ular bilan birga ilib borolmaymiz qardoshimiz. Shuning uchun biz avvalan xalqning ishiga cho'kishimiz, musulmon xalqlar bilan birlikda ularning ahvolining, kasallarining saqishini biz o'zimiz tirishimiz kerak. Agar biz, masalan deydi, bir yerda yuqumli kasal bor ekan, biz undan yolg'izdan ayrilibmiz, uni isloh qilishga bir tirishmabmiz. Oxirisda biz ular bilan yana birga yashashga majbur ekanmiz. U kasal ham bizga yo'qdi. U vaqtda biz qanday qilamiz? Biz ulardan qochib qutulishning emas, balki ularni isloh qilishga, ularni o'zgartirishga, ularning ahvolini yaxshilashga tirishimiz kerak. Yaxshi doğruga iyi qilish uchun hatto biz shu yo'lda qurban bersakmi, biz shu yo'lda jinimiz, hayotimizdan Alloh rizoligi uchun ayrsakmi, xalqimizning, musulmonlarning dunyo oxirat maqsadi uchun biz ularni yaxshilikka o'zgartirish uchun shu musulmon xalq ishida bir turib ularni isloh qilishga ahamiyat berishimiz kerak qardoshimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni bu oyatda eng yaxshi amalninki jamiyat islohoti va jamiyat islohotini ilib berish uchun qiladigan so'z harakatlarning ekanligini bildirdi. Shuning uchun Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda masjidlar ishiga qo'yilgan va sirti qo'yilgan haq da'vatlarini yetkazadigan yoki normal islom prinsiplarini yetkazadigan har qanday bir yangilatqichni ilvatdi. Kommunistlar masjidlarni Iroqqa yo'tkaydigan yoki mushu har turli ma'arif va mushu tashviqot qilib bo'ladigan odam tarbiyalash organlaridan masjid va da'vat o'rnlarini Iroqqa yo'tkaydigan ya chaqiradigan mushunday ishlarni